Assalomu alaykum barcha davrlarni eng zo'r sotuv bo'lim rahbari Xormen, yaxshimisiz? Va bugun biz siz bilan sotuv bo'lim rahbari haqida gaplashamiz. Hozirgi paytda O'zbekistonda sotuv bo'lim rahbariga nisbatan talab juda ortib ketyapti. Agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan yo sotuv bo'lim rahbari bo'lmoqchisiz, yoki sotuv bo'limini o'zingiz qurmoqchisiz. Yokida sotuv bo'lim rahbari bo'lib turib, o'zingizni lavozim jihatdan ham shaxsiy ko'nikma sifatida o'stirmoqchisiz. Demak, bo'lsam ko'p o'tirmasdan gaplashishni boshlaymiz. Men ismim Sarvar Zaynudinov, sotuv bo'limi qurish bo'yicha mutaxassis hamda Process agensiyasining rahbariman. Bizning faoliyatimiz davomida 40 dan oshiq korxonalarning sotuv bo'limi qurishi va sotuvlarni 26% dan 401% ham oshirish yordam berganmiz. Sotuvchilarni konversiyasini oshirish evaziga. Ko'pchilik sotuvni oshir degan paytda marketing ko'proq pul tikish haqida o'ylaydi, lekin sotuv bo'lim konversiyasini oshirish orqali ham siz daromadingizni va kompaniya daromadini oshirish mumkin. Bo'lmasam bugun sotuv bo'lim tizimlashtirishda roblar nima qilish kerak gaplashamiz. Bo'lmasam boshladik. O'zi ko'pchilik roblarning vazifasini aniq bilmaydi. Ko'pchilik aytaylik bir xil sotuvchilikka qarash kerak desa, lidlarni tarqatish kerakmi, yoki xodim olish kerakmi, o'qitish kerakmi, KPI qo'yish kerakmi, hammada roblarni qilgan ishi bo'yicha fikr har xil. Bo'lmasam siz bilan hozir bo'lim rahbari nima ish qilish kerak, ya'ni rob qaysi vazifalarga mas'ul va undan nima so'rab olish kerak kabi savollarga javob qidiramiz. Birinchisi bu pomidor degan uslub bor. Bu pomidor eslab qolishingiz uchun, hech nima pomidor emas, bu eslab qolishingiz uchun. Birinchisi planирование, ya'ni rejalashtirish. Rob sotuv bo'lim rahbari rejalashtirish kerak. Sotuv qilishini, qancha konversiya bo'lishini, nechta xodim kerakligini, nechta lid kerakligini, umumiy hamma narsani rejasi sotuv bo'lim rahbarini o'zi qilish kerak va buni finansga, marketing bo'limiga va SEOga taqdim qilish kerak. Ya'ni bizning rejamiz bo'yicha shunaqa natija qilinadi degan narsani qila olish kerak. Keyingisi обучение, ya'ni xodimlarni o'qitish kerak. Ya'ni ko'pincha roblar xodimlarni o'qitishda qiynalishadi. Ya'ni o'zi biladi-ku, lekin xodimdagi mashqdan o'tkazish eng qiyini. Chunki hozirgi paytda ikki xil o'qitish turi bor. Pedagogika va andragogika bor. Pedagogika bu yosh bolalarni o'qitish bo'lsa, andragogika bu katta odamlarni o'qitish. Katta odamlarni o'qitishdagi bitta katta muammo miyasidagi bor bo'lgan ma'lumotlarni o'chirib, keyin ustiga yangi ma'lumotlar yozish kerak. Keyingisi robni asosiy vazifasidan bittasi bu motivatsiya, ya'ni xodimlarni motivatsiyasini ushlab turish kerak, motivatsiyani to'g'ri qo'yishni bilish kerak. Ya'ni KPIlar, sotuvdan foizlar, fiks oyliklar qanaqa bo'lishi kerak, bozorga qarab va umumiy tendensiyaga qarab rob o'zi motivatsiyani qo'ya olish kerak va motivatsiya bera olish kerak. Bu juda ham muhim narsa sotuv bo'limi rahbari qilish kerak bo'lgan. Keyingisi ya'ni individualniy rabota. Har bitta sotuvchi bilan birga bir ishlay olish kerak, xuddi coach kabi, ya'ni har bitta xodimni rivojlantira olish kerak. Rob bu xuddi trener, futboldagi trener, o'zi o'ynash mumkin emas o'yinda, lekin futbolchilarni rivojlantirish kerak. Xuddi shunaqa siz birga bir har bitta sotuvchi bilan ishlashni o'rganishingiz kerak. Hozir ham ishlayapman deyishingiz mumkin, lekin agar hozir ham ishlayotgan bo'lsangiz, natija berayotganda bu videoni ko'rmayotgan bo'larsiz katta ehtimol bilan. Shuning uchun bilingki, nimadir muammolar bor. Keyingisi dajim qilishni bilish kerak. Rob har bitta mijozga, ya'ni qiyin mijozlarga hamda sotuvchilarga ham bosim o'tkazishni bilish kerak va bu orqali siz ham mijozlarni nazorat qilasiz, ham sotuvchilarni nazorat qilishni o'rganasiz. Bu uchun instrumentlar juda ham ko'p. Keyingisi отчетность, ya'ni hisobotlar. Rob asosiy hisobotlarni yuritish kerak. Bu RMP deymizmi, bu o'sha sotuvchilarning konversiyasi deymizmi, bu mijozlar bo'yicha hisobot deymizmi, kompaniya bo'yicha hisobot, lidlar bo'yicha hisobot, hammasini rob yuritish kerak. Sababi eng oxirgi raqamlar hammasi sotuv bo'limida bo'ladi va rob bunga mas'ul va qaysi hisobotlar qanchalik muhimligini aniq bilish kerak. Va keyingisi eng oxirgi vazifa rob xodimlarni yollay olishni bilish kerak. Ya'ni siz rob bo'lsangiz, sotuvchilarni his qilishingiz kerak. Xuddi bilsangiz, militsiyada, ovcharkada bo'ladi-ku, narkotikka his qiladigan, hidlab biladi narkotikka. Siz ham xuddi shunaqa bo'lishingiz kerak. Sotuvchilarni shunday kelganda salomlashishni bilishingiz kerak. Sotuvchi emasmi? Mana shu narsa orqali siz o'zi his qilishni boshlaysiz, kim o'zi sota oladi, kim sota olmaydi. Buni hammasi shu rekruting bosqichida bittalar ko'rib chiqiladi. Umumiy qilib aytganda, mana shu pomidor uslubi siz bilib olishingiz kerak bo'lgan narsa, ya'ni rob qaysi vazifani bajarishni bilish kerak. Va hozirgi paytda mana shu aytaylik, mana shu 7 ta etapi bilagan bo'lsangiz, men sizga aniq aytaman, bozorda mana shu 7 ta etapi bilagan roblarning fiks oyligi eng kami 1150 ming oladi.
mana shu 7 etapni bilsa agar. Bu fiks oylik deb aytamiz. Undan tashqari bonuslar bilan plus yana 1,5 ming olish mumkin. O'rtacha 2000-3000 oylik oladi. Mana shu 7 ta vazifani bilgan roblar men sizga aniq garantiya bera olaman. Chunki menda haftasiga 3-5 ta tadbirkorlar yozadi. Sarar rob bo'lmang, rob bermang, rob kerak deydi. Bozorda juda katta defitsit roblarga nisbatan. Chunki bozorda hamma marketing pul tikyapti, lekin o'sha pul tikayotgan pul sotuv bo'limida konversiya bo'lmayapti. Muammo shu yerda. Robpa asosiy funksiyalari mana shudan bittasi. Keyingisi maqsadni aniqlab olishimiz kerak. Maqsad aniq raqamlarga gapirishni o'rganish kerak. Ko'pincha marketing dajim qiladi roblarga, aytadi, "Sen men shunchalik berdim, sen sotolmayapsan" deydi. O'zi nimaga qarab olinadi konversiya? Nimaga qarab siz bilishingiz mumkin. Va eng asosiy maqsad sizni bu aniq belgilab olishingiz kerak. Nima sotuv rejasi va nimadan kelib chiqadi bu hammasi. Undan keyin bo'ladi sizda o'zi rob qaysi aniq narsani bilish kerak. Birinchisi sotuv rejasi, bu sizning maqsadingiz va keyingisi sizni o'rtacha konversiya, sifatli liddan olingan konversiya. Ko'p roblar umumiy liddan konversiya olishadi va doim gapirishib yurishadi. Lekin umumiy liddan konversiya olmaydi. Ya'ni sizning vazifangiz murojaatchilar, umumiy murojaatchilardan emas, balkim sifatli murojaatchilardan konversiya olishingiz kerak. Bu degani sifatli liddan konversiya sizni haqiqiy natijangizni ko'rsatib beradi. Bitta sotuvchi qancha lid bilan ishlay olishini ham aniqlab olishingiz kerak. Hamma joyda produktga qarab o'zgaradi. Masalan, meni biznesimda aytaylik, bitta sotuvchi bir kunda 50 ta mijozni obro'tga qila oladi. Sizning sohangiz boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun shunga qarab siz to'g'ri taqsimlashingiz kerak, nechta xodim kerak bo'ladi sizga bir oyda. Bu ham rejalashtirishga kiradi. Keyingisi sifatli lid o'zi nima deyishingiz mumkin? Sifatli lid hammada kriteriyalar har xil bo'ladi, lekin birinchi 3 tasi bor. Asosiysi, birinchisi telefon ko'tarish kerak odam, o'zi qoldirgan bo'lishi kerak nomerni va keyingisi produkt pulli ekanini bilish kerak. Tekin deb o'ylamasligi kerak. Chunki marketingda bepul degan so'zni ishlatib juda ko'p lid olib berishi mumkin sizga, lekin ular sota olmaysiz, sababi ular bepul deb o'ylashgan. Shuning uchun mana shu 3 taga javob bersa, bundan keyin siz filtr qo'yishingiz mumkin. Agar faqat Toshkent shahri uchun ishlayman desangiz, demak faqat Toshkentda ishlagan mijozda, Toshkentda yashagan mijozda sizning klientingiz bo'lishi mumkin. Ya'ni siz uchun sifatli bo'lishi mumkin. Lekin viloyatdan bo'lsa, u sifatsiz kirib ketadi, agar sizning sohangiz to'g'ri kelmasa. Agar onlayn ishlagan bo'lsangiz, butun O'zbekiston sizning klientingiz bo'lishi mumkin bo'ladi. Umumiy qilib aytganda, sifatli 3 ta asosiy kriteriya shu va qo'shimcha filtr uchun qo'yish mumkin. Masalan, yosh chegarasi ham. Sizga masalan 7 yosh yoki 10 yosh bolalar lid qoldirsa, siz uchun sifatsiz bo'lishi mumkin bu. Lekin sizni klientlaringiz aytaylik bog'chani ota-onalari bo'lgan bo'lsa, unda sizda asosan yosh shu 25 dan 30 atrofigacha, 35 dan bo'lishi mumkin. Umumiy qilib aytganda shu mavzular siz bilishingiz kerak. Keyingisi, keling bilan raqamni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, siz bir oyda 80 ta sotuv qilishingiz kerak. Masalan, maqsad qildik 80 sotuv bo'lish uchun. Endi sizga nima kerak degan bo'lsangiz, birinchi navbatda sizga sifatli liddan sotuv konversiyangiz o'rtacha 20% bo'lishi kerak. Bu bozorning o'rtachasi. Agar sifatli liddan konversiyangiz 5-10% bo'lsa, bu siz juda yomon robsiz va sizda juda ham yomon sotuvchilar bor degani. Umumiy qilib aytgan. Va sifatli liddan konversiya 20% bo'lishi kerak. Undan keyingisi sifatli lid konversiyasi necha bo'lishi kerak? Ya'ni tushgan liddan sifatli lidgacha bo'lgan konversiya necha foiz bo'lishi kerak? Bu bozorda 50% dan baland bo'lishi kerak, 60% bo'lsa bu yaxshi degan. Ya'ni marketing ham o'zini lidlariga konversiyasi javob berishi kerak. Ya'ni 1000 ta lid olib kelib bersa, uni 600 tasi sifatli bo'lishi kerak sizga, sizningcha. Siz buni o'lchab berasiz. Agar sifatli lidlar konversiyasi 50% dan kamayib ketsa, demak marketing qattiqdir xaromatik holatda xato qilyapti, siz ham buni ko'rsatib berishingiz kerak. Keling bo'lsam hisob-kitob qilamiz. Sizga 80 ta sotuv kerak. 80 ta sotuvingizni konversiyangiz 20% dan olgan bo'lsangiz, sizga 400 ta sifatli lid kerak ekan. 400 ta sifatli lid bo'lish uchun agar 60% sifatli bo'lgan bo'lsa, 667 ta sizga lid kerak. Umumiy murojaatchi 667 ta, uni 60% sifatlisi 400 ta sifatli lid va undan 20% konversiya, bu 80 ta sotuv degani. Siz to'g'ri dekompozitsiya qilishni o'rganishingiz kerak. Bu isingizda bo'lsa, boyagi pomidorni P qismida, ya'ni rejalashtirishingizda. Sizdan sotuv bo'lmay qanaqa so'rab olishsa, siz ham xuddi shunaqa marketing bo'limidan so'rab olishni bilishingiz kerak, raqamlarni to'g'ri qo'yib. Va shu orqali katta ehtimol bilan siz o'zingizni kuchingizni ko'rsata olasiz hamma joyda. Nafaqat sotuv bo'limida, balki biznesda ham juda ham muhim rol o'ynashni boshlaysiz. Keling bo'lmasam sotuvchilarga qo'yilgan rollarni ko'rib chiqamiz. Masalan, ko'pchilik har doim sifatli lidni har xil o'lchaydi, sababi sotuvchi o'zi sota olmasa, uni sifatsiz lidga olib boradi. To'g'rimi? Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Shuning uchun biz ko'pincha kvalifikator qo'yamiz. Bu pre-sales deydi, ya'ni lidlarni tekshiradi. Buni vazifasi lidlarni sifatli va sifatsizga ajratish. Agar sifatli lid bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri sotuvchiga ulab beradi. Agar sifatli lidni siz sotuvchiga bersangiz, ya'ni u sota olmagan lidlarni sifatsizga ajratib yuboradi va siz aniq raqam ola olmaysiz va qiynalib yurasiz keyin.
marketing telefon qilib zapisdan eshitishni boshlaydi va siz o'rtada qolib ketasiz yolg'on ma'lumotlarni olib. Shuning uchun biz har doim kvalifikator qo'yamiz. Buni vazifasi ya'ni leadlarni sifatli va sifatsizga ajratish bo'ladi. Keyingisi sotuvchi, ya'ni sizga sotuvchilik kerak bor, bu mijozlar muloqot qilish va sotuvni yopish bilan shug'ullansa va albatta undan keyin siz, ya'ni sizning vazifangiz sotuv bo'limi konversiyasini ushlab turish. Ya'ni sizga 10 ta sifatli kelsa, kam ikkita sotuv bo'lishi kerak va bu sizni haqiqiy natijangizni bildiradi. Ya'ni ROP asosiy KFU deydi, ключевой faktor успехasi, ya'ni muvaffaqiyatli raqami bu konversiyada o'lchanadi, sotuv planida emas. Chunki sotuv plani butun biznesni plani hisoblanadi. Keling, tizimni nazorat qilish uchun CRM tizimini joriy qilish ham bilishimiz kerak. Bu nima degani? Siz nechchilik keldi sizga, kunlik, oylik, har bir bosqichda qanchalik tushib qoldi? Ya'ni o'rtada yo'qotishlar bor, konversiyalar. Ya'ni 100 talik keldi, sifatli, undan keyin biz aytaylik 70 tasi bilan aloqa qila oldik, undan 60 tasiga ma'lumot berildi, 20 tasi to'lov qilaman dedi, 10 tasi to'lov qildi. Mana shu yerda siz qattiq yo'qotishlarni ko'rasiz va individual ishlashni boshlaysiz sotuvchilar bilan. Ya'ni qanaqa yo'qotishlar bo'lyapti. Keyingisi, har bir sotuvchi qancha ishladi, nechta qo'ng'iroq qildi, necha soat gaplashdi telefonda, konversiya foizi qancha bo'ldi va o'rtacha cheki qancha bo'ldi, nechta sotuv qildi-yu, konversiyasi qancha bo'ldi. Bu sizni CRM da doim nazorat qilish kerak bo'lgan raqamlar. Xuddi mashina chiqqaningizda bor, masalan, mashinada speedometrga qaraysiz, benzin bakka qaraysiz, kerak paytda to'g'rimi? Kerak paytda taxometrga qaraysiz, gaz ro'para bosib olganingizda, ya'ni hamma narsani o'zini o'lchov birligi bor. Buni to'g'ri paytda to'g'ri qarashni o'rganishingiz kerak. Mana shu hammasi sotuv bo'limida eng muhim raqamlardan bittasi. Chunki siz sabablarni o'zgartira olsangizgina natija o'zgaradi. Agar sababni o'zgartira olmasangiz, natija o'sha qolib ketaveradi. Bu katta muammodan bittasi. Endi qarang, ko'pchilik aytadi, shu bozorda hamma mendan ro'p so'rashni boshlayapti. Juda ham ko'p talab hozir ro'pga. Sabab marketingga ko'p pul tikilyapti va marketologlar soni, SMM soni qanday ko'paygan sari, lekin ro'plar soni ko'paymayapti bozorda. Va hozirgi paytda shu ro'plarga nisbatan talab oshayotgan sababli biza Process Academy'ga asos soldik va bu yerda asosiy narsa biz o'zimizni sotuv bo'limi qurayotgan metodikamiz bor. Tesroin degan tadqiqot qilamiz, integratsiya CRM qo'yamiz, ssenariy yozamiz, rag'batlantirish, o'qitish, yollash, nazorat qilish, hammasini qanaqa qilsak, mana shu narsalarni o'zimizdan fishkalarni biz o'rgatmoqchimiz bozordagi ro'plagan. Tesroin produktda bu meni o'zim metodikam, meni metodologiyam asosida meni ro'plarim dars o'tadi bu yerda. Ya'ni mentorlar bu meni ro'plarim bo'ladi. Hozir bozorda biz 40 dan sotuv bo'limi qurgan bo'lsa, deyarli hammasida meni ro'plarim qatnashgan va haqiqiy ekspertlar va haqiqiy praktiklardan dars olasiz, mendan emas. Va ko'pchilik menga aytishadi, "Sarvar, sani narxing qimmat." Masalan, meni shu ro'plarni o'rgatgan narsam $3000 bo'lsa, ko'pchilik shu $3000 qimmat, chunki ro'plar uncha pul topmayapti-yu deyshadi. O'zimni asosini qarasa, ha, faqat menda vaqt chekilgani uchun ko'pincha o'sha qimmat qilib qo'yganman o'zimni xizmatimni. Lekin aynan siz uchun ro'p bo'lmoqchi bo'lgan bo'lsangiz yoki ro'p bo'lsangiz va sizga mos taklifi biza o'sha aynan akademiyada haqiqiy praktiklar, haqiqiy sotuv bo'limi qurib yurgan, teorik emas, qayerda o'qib kelgan emas, balki shu ishni qilayotgan odamlardan o'rganishingiz mumkin endi. Ya'ni ProRob kursi ofitsialni hamma ro'plar uchun va hamyonbop narxlarda ochildi. Agar bu sizga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib qo'ying, chunki narxlarni oxirida aytib beraman. ProRob dasturida nimalar kiradi? Birinchi navbatda biz tadqiqot qilishni o'rganamiz. Ko'pincha marketing tadqiqot qiladi, lekin biz ham sotuv bo'limi rahbari sifatida tadqiqot qilishni o'rganishimiz kerak. Bunda biz bozorni o'rganish, ya'ni mega trendlarni o'rganamiz va benchmarking deydi. Ya'ni biz qilayotgan ishni eng zo'r qilayotganlar kimlar? Buni ko'rib chiqamiz. Undan keyin sotib olgan mijozlar bilan tasdiq qilamiz. Nimani biz zo'r qilgan sotuv paytida. Undan keyingisi sotib olmagan mijozlar bor. CRM kezi bor, sotolmaganlar. Ular kimdan oldi? Olgan bo'lsa nimaga oldi? Nimaga bizdan olmadi? Nima qilsak bizdan olgan bo'ladi? Shuni ham o'lchaymiz. Bu yerda bitta narsani bilishingiz muhim. Balkim korxonada muammolar bordir. Balkim produktda, balkim narxda, balkim leadda muammo bordir. Buni ham siz ko'rsatib bera olasiz biznes egasiga. Ya'ni siz hozir odamni olmayotgan sababi sizdan oldingi mijozlarning noroziligi bo'lishi mumkin va siz buni isbotlab bera olmaysiz. Lekin buni ko'rsangiz siz aniq isbotlay olasiz va to'g'rilashga imkon yaratasiz. Undan keyingisi sotib olgan, lekin отказ qilganlar bo'lishi mumkin. Sizdan sotib olgan, pulimni qaytarib ber deganlar bo'lishi, bular uchun alohida tasdiq qilamiz biz 20 kishi bilan va umumiy qilib aytganda siz produktdagi muammolarni ko'rsatib berasiz biznes egasiga. Agar o'zingiz biznes egasi bo'lgan bo'lsangiz ham aniq ko'rib olasiz, bu produkt qayerda muammosi bor. Keyingisi raqobatchilarni to'g'ri tahlil qilishni o'rganib olasiz. Ya'ni biz 5 ta raqobatchini qanday tahlil qilishni o'rgatib qo'yamiz sizga. Ya'ni ular marketing qanaqa marketing qilyapti, qanaqa sotuv qilyapti, qanaqa servis qilyapti, produktda nimasida farq qiladi bizdan. Ya'ni o'zimizdan eng yaqin raqobatchimizdan olib turib 5 tasini tahlil qilamiz. 20 ta plus 50 ta kriteriya orqali. Va bu orqali kimni ketmoqni, nimaga uchayotganini bilasiz. Tushunasiz? Keyingisi CGM tuzishni o'rgatamiz. Bu nima degani? Iste'molchi xarid yo'li, ya'ni xaridor qaysi yo'ldan bosib o'tyapti. Masalan, aytaylik, qachon unda og'riq paydo bo'ldi?
qachon u qidirishni boshladi, qayerdan qidirdi, kimdan so'radi, kimlar maslahatlashdi, hammasini ko'rsatamizda, ya'ni hammasini ko'rib chiqib, bizani mijozimiz shu xarita orqali harakatlanarkan deb ko'rasiz va o'sha xaritada qayerda to'kilyapti mijoz, qaysi yo'lda xarita adashib qoldi mijoz, mana shu narsani ko'rib olishingiz mumkin va bu orqali siz bemalol o'zingizning mijozlaringizni nazorat qilishni boshlaysiz va marketingni ham so'rashni boshlaysiz. Nimaga bunaqa mijoz bizga kelmayapti deb. Bo'lmasam keyingisi ideal mijoz portreti, ya'ni kim bizning mijozimiz va keyingisi bunun teskarisi kim bizning mijozimiz emas. Buni ham ko'rib chiqamiz. Keyingisi sotib olgan mijozning NPSini o'lchaymiz, qanchalik bizdan rozi. Keyingisi noyob savdo taklifini paydo qilishni boshlaymiz. Nimada bizni farq qilamiz boshqalardan va nima taklif bera olamiz. Keyingisi aytganimdek sotuv bo'limini o'rgishga to'rasi, ya'ni kimli bo'lishi sotuv bo'limida. Boya hunter, farmer, key account manager, closer, mana shu hammasi kimli bo'lishi kerak sotuv bo'limi, buni ham bilib olasiz. Keyingisi marketing uchun mijozlarni jalb qilishga siz bemalol tezlik bera olasiz bu orqali. Keyingisi hamkorlar bilan ishlashni ham ko'rib chiqasiz, chunki hamkorlar ham sizga mijozlarni berishi mumkin. Bu bitta modulimizga tasavvur qilasiz, shuncha instrumentlar bir dona modul o'zida. Keyingi modulimiz integratsiya CRM, ya'ni biza CRMni qo'yishni sizga o'rgatamiz o'zingiz qo'llaringiz bilan. Ya'ni shart emas qanday CRMchini chaqirasiz, tezlik yozishni hammasini o'rganasiz. Ya'ni biznesga qaysi mos tushgan CRM tanlaymiz, ya'ni sotuv varonkani ishlab chiqaramiz, varonka uchun robotlar, triggerlarni qo'yishni o'rganamiz, CRM o'rnatishga xatolarni tekshiramiz, pre-sales uchun, ya'ni boyitgan kvalifikator uchun varonka, sotuv uchun, sotuvdan keyin xizmat uchun, qayta sotuv uchun varonkalar qilishni o'rgatamiz sizga. Reanimatsiya degan varonka bor, buni ham joriy qilishni o'rgatamiz. SMS assilkalar, avtoqo'ng'iroqlar, sotuv bo'limi uchun dashbord qilishni, tenderlar orqali integrator bilan gaplashishni, hammasini biz CRM modulimizda o'rgatamiz. Mana shu hamma instrumentda CRM degan modulda bor, tasavvur qilasizmi? Keyingisi uchinchi modulimiz bu sotuv ssenariysi. Siz nima o'rganasiz? Call center uchun skript yozish, zabota bo'limi uchun skript yozish, sotuvchilar uchun ssenariy yozishni o'rganasiz. Chunki bu ssenariy skriptdan farq qiladi. Skript bu bitta odam gapiradigan shablonlar bo'lsa, ssenariy bu formula. Shunaqangi zonasini o'rganib olasiz, sababi siz formulani topib olsangiz, sotish вообще qiyin bo'lmaydi keyin. Ya'ni sizga shu narsani o'rgatamiz mana shu darslarda. Keyingisi dajim qilish uchun ssenariy alohida, mijozga dajim qilish bo'yicha. 365 kunlik follow up strategiyasi, ya'ni mijozlarni qanaqa qilib qo'yib yuboramiz, qanchalik biz uni orqasidan shu kuzatib boramiz mijozlarni. Keyingisi e'tirozlarning javoblari, doim berilgan savollarning javoblari, auditor uchun ssenariy, qanaqa biz tekshirasiz sotuvchilarni ssenariy gaplashyaptimi yo'qmi, va keyingisi mijozlarni qizdirish uchun ssenariy, ya'ni qanaqa mijozlarni qizdirishimiz mumkin. Mana shu hamma ssenariylar 3-modulda yozishni o'rgatamiz sizga. Keyingisi 4-inchisi eng qiziqarli moduldan bittasi, bu rag'batlantirish, bu sotuvchilar uchun KPI joriy qilish, shaxsiy rejasini berish, ya'ni individual plan deydi, yoki nomoddiy motivatsiya, sotuvdan foizli, sotuv bo'limidagi ideal muhit ketma-ketligini tuzish, jamoaviy KPI'lar, ROP uchun savdo rejasini tuzish, o'zingiz ham o'z reja tuza olasiz. Grading tizimi, mijozlarni taqsimlash strategiyasi, konkurslar, muvaffaqiyat dosyasi, team building va kunlik bonuslarni hammasini mana shu rag'batlantirish modulida o'rganamiz. Tasavvur qilasizmi, shuncha instrumentlar aynan shu modulda. Keyingisi o'qitish moduli keladi bizda. Biz yangi xodimlarni media orqali o'qitish rejasini tuzamiz. Mahsulot bo'yicha ma'lumotlar bazasini yig'ishni o'rgatamiz. Mahsulot bo'yicha test o'tkazishni, 6 kunlik onboarding, ya'ni yangi kelgan xodim 6 kun ichida o'rganadi, 6 kundan keyin yo sotib o'qadi, yo bo'lmasa ishdan ketadi. Keyingisi sotuv bo'yicha o'qitish jarayonlari, keyingisi Kahoot orqali o'qitish, ya'ni test qilasiz ularni. Ro'p o'qitish materiallari, ma'lumotlarni bir joyga yig'ish va sotuvchilik darsi. Mana shu hammasi o'qitish modulida bo'ladi. Keyingisi yollash. Mana shu eng katta problema boshlanadi, xodimlarni yollash. Nomzodlarni qidirish manbalari, sotilgan vakansiya yozish, intervyu ssenariysi, ya'ni qanaqa intervyu qilamiz ular bilan. Keyingisi 10 ta intervyuning bosqichlari, ya'ni varonkasi, shaxsiyatni aniqlovchi savollarning chek-listini tanlash beramiz sizga, xodim yollash varonkasi, sotuvchilarni sinash uchun biznes o'yinlar, ro'pni tekshirish uchun chek-list, ya'ni ro'p olayotgan paytida, keyingisi xodimlarni aktivni aniqlovchi test, xodimlarni yollash uchun sotuvchi sayt tayyorlash, content marketing orqali xodimlarni yollash, welcome training o'tkazish, yangi xodimlarga xodimlar bilan shartnoma tuzish, sotuvchilar bilan massiv xodimlarni yollash, birdaniga 5 ta xodim yollash, qanaqa qilish ham o'rgatib qo'yamiz. IQ test tayyorlash va albatta shunaqa platformalar bor, Adler degan, shunaqa platforma orqali xodimlarni yollash ham sizga ko'rsatib qo'yamiz. Mana shu hammasi mana shu 6-modulda bor. 7-modul qanaqa bo'ladi? 7-modulda biz nazorat va tahlil qilishni o'rganamiz. Bunda natijani boshqarish uchun ish kunlari normativlar, reglamentlar, RMP, kunlik hisobotlar, xodimlar majlis o'tkazish va umumiy qilib aytganda savdoni prognoz qilish, mana shu hammasini nazorat etabida o'rganamiz. Bizning kursimizda 9 hafta bo'ladi, 7 ta modul, 18 ta dars.
va har bitta darsimiz 3 soatdan bo'ladi. O'rtada coffee break pauzalari bo'ladi. Darslar vaqtiga qarab o'zgaradi. Sizga qaysi vaqt qulay bo'lsa, obeddan keyin va kechqurun smenlarimiz bor 3 soatlik. Endi biz prorab kursini qildik va aynan roblar uchun qanaqa qiymat berishimiz mumkin edi deb o'yladik va aynan shunga mos qiymatlarni tayinlab qo'ydik sizga. Birinchi navbatda meni o'zimni sotuvchi kursimdagi e'tiroz bilan ishlash modulim bor. Buni o'zini narxi $200. Men sizga bu narsani bonus qilib beraman. Va buning ichida 13 darslik bor. Hammasi e'tiroz bilan ishlashni o'rgatadigan darslik. Process expert bilan bir konsultatsiya qilish imkoniyati. Bu yerda siz sotuv bo'limingizga hamma muammolarni olib kelasiz va ular sizga yechimlarni taqdim qilishadi. Qanaqa muammo bo'lsa, o'tirib bir ishlashadi. Ya'ni sotuvchilar qiynayaptimi sizni, yo'l olmayapsizmi, konversiya pasmi, leadlar pasmi, hammasini o'tirib tahlil qilib berishadi sizga. Muammo qayerdaligini agar ushbu kursni olsangiz, bunun narxi $200 va bu sizga kursga qo'shib beriladi. Keyingisi Najot Nur akaning muzokara o'tkazish bo'yicha san'at darslari bor. Men o'zim o'qiganman bularda va bu darslik sizga qo'shib beradi, chunki sizga juda ham kerak bo'ladi bu. Nafaqat xodimlar bilan ishlashda, balki mijozlar ishlashga ham juda ham kuchli instrument bo'ladi muzokara o'tkazish. Keyingisi 4-inchisi ham bor. Bu Process Group CRM ni qo'yish bo'yicha onlayn darslik, ya'ni to'liq CRM qo'yishni, Amo CRM Bittrex qo'yishni to'liq sizga o'rgatamiz. Siz bu pulni ko'chada ishlatmaysiz, ya'ni ko'chadan CRM chaqirsangiz $1000 so'raydi sizdan va mana shu narsani sizga onlayn tarzda hammasini o'rgatib qo'yamiz. Bemalol o'zingiz qo'yishingiz mumkin. Ko'chaga pul to'lab o'tirmaysiz va $500 yonga qoladi bemalol. Keyingisi Process Group'dan sotuv bo'limiga ekskursiya, ya'ni biz o'zimizdan sotuv bo'limimizga ekskursiya qilib beramiz. Bizda nimalar bor, bizda nimalar qolmiz, bizda qaysi instrument ishlayapti, qaysi biri ishlamayapti. Siz real holatda kelib ko'rishingiz mumkin bir marta konsultatsiyada, ya'ni bir marta ekskursiya qilasiz va o'zingiz masalan qanday ilhomlantiruvchi g'oyalar olishingiz mumkin, o'zingiz sotuv bo'limingizda joriy qilish uchun. Buni o'zi narxi $50. No, biz sizga mana shu narsani bonusatda qo'shib beramiz va albatta oxirgisi kurs tugagandan keyin klubimiz bor bizning, Pro klub degan 3 oylik obuna qo'shib beramiz. O'zi bu narxi $100, hozirgi narxi $100, bu narx oshadi yaqinda va sizga bu narsa bonus bo'ladi. Siz haqiqiy roblar bilan dunyo qarashingizni o'stirasiz. Umumiy qilib aytganda 7-inchisi bizning har qanday seminarimizda va razborlarimizga ikkita bepul yo'llanma. Chunki biz seminarlar, razborlar qilamiz. O'zimni ham razborlarimga siz bemalol kelishingiz mumkin 2 marta bepulga. Bu narxi $200 va bu sizga bonus qo'shib beriladi. Va umumiy qilib aytganda sotuv bo'limi qurish uchun 30 dan oshiq hujjatlar va shablonlar sizga beriladi bonus formatda. Endi umumiy bonuslarni sanagan bo'lsak, bu prorab kursi, ya'ni prorab kurs 2.0, buni umumiy qiymati $1000. Pro sotuvchi e'tiroz bilan ishlash bo'yicha $200, Pro Sales Expert bilan bir konsultatsiya $200, Najot Nur akaning kurs bonuslari bu bebaho, lekin sizga bonus qilib beramiz. Pro Sales Expertlaridan CRM qo'yish bo'yicha onlayn darslik, bu narxi $500, ekskursiya $50, Pro klubga 3 oylik obuna $100 va seminar va razborlarga ikkita yo'llanma $200. Umumiy qilib aytganda bu $2350lik sizga qiymatda beramiz. Lekin siz ushbu darsni ko'rayotganingiz uchun men sizga bir zo'r taklif bermoqchiman. Bu taklif qanaqa degan bo'lsa, umumiy hamma berilgan qiymatli biz sizga prorab offline kursini 11,990,000 so'mga qilib beramiz. Va umumiy qilib aytganda siz shu yerda to'liq o'rganishingiz mumkin sotuv bo'limi qurishni va haqiqiy sotuv bo'limi ekspert bo'lishni, yoki o'zingizni biznesingizga sotuv bo'limini to'liq joriy qilishni o'rganasiz. Siz agar haqiqiy professional bo'lmoqchi bo'lsangiz, haqiqiy sotuv bo'limi qurgan bo'lishni xohlasangiz va umumiy qilib bozorda 2000, 3000 lik daromad topgan rob bo'lmoqchi bo'lsangiz, yoki siz biznes egasiz-u sotuv bo'limi qurishga katta pul ishlashni xohlayotgan bo'lsangiz, o'zingiz o'rganib qilmoqchi bo'lsangiz, yoki marketologsiz-u sotuv bo'limi sizni qiynayotgan bo'lsa, to'liq sotuv bo'limini nazorat qilishni xohlayotgan bo'lsangiz, sizga ushbu kursga taklif qilgan bo'lardim. Chunki bu yoqda juda ham go'shli ma'lumotlar va darslarimiz ham juda ham qiziqarli bo'ladi. Pro seminar formatda bo'lmaydi. Siz bitta spiker chiqib gapiradi, siz o'tirasiz emas. Bizda hammasi o'yinlar, har xil qiziqarli metodlar bilan boyitganmiz darslarimizni. Agar sizga ushbu dasturimiz qiziq bo'lgan bo'lsa, pastdagi knopkani bosing, uning ichida savollar bor. Premium 8-10 savol bor va ushbu savollarni to'liq to'ldiring. Chunki bizga qanchalik qiziq bo'lgan roblarni tezroq tanlab telefon qilamiz va ularni tezroq bozorga taqdim qilish ustida ishlaymiz. Shuning uchun hammasini to'liq to'ldiring va biz bilan aloqaga chiqamiz va eng tez ochilgan gruppaga eng qulay narxlarda xudo xohlasa taklif qilib, xudo xohlasa siz bilan ko'rishamiz. Va harakat qilaman o'sha men ham birinchi darsda siz bilan ko'rishishga. Salomat bo'ling va xudo xohlasa barcha davrlarni eng zo'r ro'pi bo'lishingiz uchun birgalikda harakat qilamiz.